Men uchun pul qimmat emas. Go'g'ir chaqsa yonib ketadi. Men uchun uy qimmat emas, yer titrasa qulab ketadi. Men uchun umr qimmat emas. Ajal kelsa olib ketadi. Men uchun ko'ngil qimmat. Sal shamolga ham sovib ketadi. Allohdan, oxiratdan umidi bor odam amal qiladi. Men payg'ambarimiz bilan birga jannatda birga bo'lay, qo'llaridan muborak Obu Kavsar suvlarini ichi, shafoatlarga loyiq bo'lay, musulmon bo'lib qiyomatda tiriladigan odam so'zni qarang. Agar musibatga ham ne'matga quvongandek, rozi bo'lganingdek rozi bo'lsang, demak sen Allohdan rozi bo'lsan. Ne'mat kelganda qanaqa rozi bo'lar eding? Musibat kelganda ham shunaqa rozimisan? Demak Allohdan rozisan, demak Alloh ham sendan rozi.